O'zbekiston Xalq Demokratik partiyasining ustuvor maqsadlaridan biri nogironligi bo'lgan shaxslarning talab va ehtiyojlari, qonuniy huquq va manfaatlarini ta'minlash bo'yicha samarali siyosatni amalga oshirish hisoblanadi. Shu maqsadda partiya mahalliy kengashlari tashabbusi bilan joylarda nogironligi bo'lgan va imkoniyati cheklangan fuqarolar ishtirokida turli aksiyalar, uchrashuv, muloqotlar o'tkazilmoqda. Hozir shu haqida. O'zbekiston Xalq Demokratik partiyasi viloyat va Namangan shahar kengashi tashabbusi bilan o'tkazilgan imkoniyat cheklanmagan aksiyasining asosiy maqsadi imkoniyati cheklangan bolalar va yoshlarning iqtidorini qo'llab-quvvatlash, ularning ijodiy va sport sohasidagi yutuqlarini keng targ'ib qilish hamda mehr-oqibat, insonparvarlik tuyg'ularini yanada mustahkamlashdan iborat bo'ldi. Tadbirda Namangan shahri, Davlatobod va Yangi Namangan tumanlaridan kelgan ishtirokchilar kashtachilik, zardozlik, to'quvchilik, o'yinchoq va uy rozg'or buyumlari yasash kabi qo'l mehnati namunalarini namoyish qildilar. Ularning ijodiy ishlari mehnatsevarlik, yuksak did va mahorat namunasi sifatida barchada katta qiziqish uyg'otdi. Men Yangi Namangan tumanidan keldim. Asosan men o'zim qo'l ishlarimni olib keldim. To'qimachilik bo'yicha gullar, undan tashqari beserda gullar, pokdan gullar yasash. Shogirdlarimiz bor. Yonimga olib o'rgataman hamma narsani, shu gullarni to'qishni qiynalmayman ular bilan. Hozirgi kunda mo'yinchoqdan sumka to'qishni o'rganishni maqsad qilib turibman. Kelajakdagi rejalarim to'quvchilikni kengaytirish, iloji boricha bo'sh qolmaslik, ustoz shogird an'anasini davom ettirish. Aksiya doirasida shuningdek sportning stol tennisi, shaxmat shashka, qilichbozlik turlari bo'yicha ham musobaqalar tashkil etildi. Ishtirokchilar o'z iqtidori va mahoratini namoyon etib, yig'ilganlarga ko'tarinki kayfiyat bag'ishladilar. Bu aksiya orqali biz nogironligi bo'lgan bolalar va yoshlarning iqtidori, bilim va ijodiy salohiyatini qo'llab-quvvatlaymiz. Asosiy maqsad ular uchun yanada imkoniyatlar yaratish va jamiyatda teng ishtirokini ta'minlashdir. Chunki har bir inson o'z iqtidorini namoyon etish huquqiga ega. Agar imkoniyat yaratilsa, ular ilmda, san'atda, sportda va boshqa sohalarda katta yutuqlarga erishishi mumkin. Biz ularning har bir yutuqlarini qo'llab-quvvatlashda davom etamiz. Imkoniyat cheklanmagan aksiyasi nafaqat aksiya, balki har bir insonning salohiyatiga bo'lgan ishonch ramzidir. Imkoniyat cheklanmagan aksiyasi yakunida barcha ishtirokchilar tashkilotchilar tomonidan rag'batlantirilib, ularga sertifikat va esdalik sovg'alari topshirildi. Ushbu xayrli tadbir har bir insonning imkoniyati va iste'dodi cheksiz ekanini, munosib qo'llab-quvvatlash orqali katta natijalarga erishish mumkinligini yana bir bor namoyon etdi.